Marketing va sotuv bo'limlarining o'rtasida hamisha janjal. Bunisi yetarli lead yig'ilmayotganidan shikoyat qilsa, ikkinchisi savdo bo'limi kelgan leadlarga sota olmayapti deb ig'vo qiladi. Bu muammoni qanday hal qilsam bo'ladi? Bu savdo bo'limi rahbarlari yoki kichik o'rta biznes egalarida ko'p uchraydigan muammolardan biri. Bu yerda asosiy muammo negizi nimada? Savdo bo'limi bilan marketing bo'limi sifatli lead deganda ikkalasi ikki xil odamni ko'radi. Ana o'sha joyda konflikt kelib chiqadi. Bu defitsit общения deydi, ya'ni o'zaro bo'limlar o'rtasida muloqot kamligi uchun. Buning yechimi oddiy. Savdo bo'limi yoki savdo bo'limi rahbari yoki marketing bo'limi yoki umuman CEO bo'ladigan bo'lsa, 3 kishi yoki 2 kishi o'tirib, biza mana shu mahsulotimizda kimni sifatli lead deb hisoblaymiz, qaysi leadni sifatsiz deb hisoblaymiz, nima qilib olish kerak? Albatta, ikkalasi kelishib olish kerak. Ana o'shandan keyin hammaga aniq bo'ladiki, mana shu kriteriyaga kiradigan leadlar sifatli, mana shu kriteriyaga to'g'ri kelmaydigan leadlar albatta sifatsiz.